Dünya Uyghur Qurultayının her 4 yılda bir qitim ötküzüladigan xalqarалық qurultay bu yıl 11 iyuldan 13 iyulgacha Fransiyanın paytaxtı Parijda dağdığılık ötküzdi. Yig'inga 30 necha davlatdan kelgan Uyg'ur va boshqa qarindosh Turkiya xalqlaridan bo'lgan vakillar, kuzatuvchilar va xolis qatnashuvchilar ishtirok qildi. 3 kunlik yig'inda Dünya Uyghur Qurultayining yangi nizomnomasi qarab chiqildi, yangi bir navbatlik rahbarlik kollektivi saylab chiqildi. Tövende muxbirimiz Gülcikler'nin yig'in maydonidan bergan bir qism ma'lumotlari diqqatinglarda bo'ladi. Siyasi, çoğun siyasetlerini belgeleydiğin bir rahber adam. Reisi, siyasi reisliğim rast. Reisliğini hazır belirtemeyler. Ben bilmesem yanlış gibi oldu. Şunun için beni geçirinler. Ben bir siyasi rehber olup, tüpüdü duray, memuri iş uşak düşek hem işlerini bular özü kısım. Hazır mağur reislerini, baş katıplarını saylaş alıp turistler. Saylap boğandıkken, ben şu bir adamını ilan kıpıram demem, köpçülük bizden var. Saylam sizler, bunu ben məsləhət bilən, məsələyə bizimlə ətrafındakilərlə məsləhət bilən, məsələyə cavab verməm. Əmdi, mən siyasi rəhbər oluş üçün nemi qıdım mən bununla manumu ətrafında turduğu adamım. Yalnız dünya hukukunun çok sığı çıkılıp, o yedim diye qarab otlasam, bu devam aldı. Şunun için mən özümge olaydı vəkillərini, dünyanın her yerde, manı qıp koy, anı qıp koyma işini qıp edədim. Bir olaydı vəkillərini belgelesem, şu hukuk ne? Bana verirsinler. Olaydı vekillerini birdi kaldı, koşuldu kaldı. Bana kol götürüp et onlar. Ben hem de onda olsa köpçülük bize 90% digideki kolonlarını götürdüler. Ben olaydı vekillerini özel büyüktüm. Mübarek olsun, maqsadlar yetdinglar mı? Kazakistan'dan 100% Rabia Hanım'ni taxt o'rtog'imizdan ketgansizlar, oxir maqsadlar yetdinglar. Mübarek olsun. Qarindoshlar bilan tam ko'ryapmiz mana. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler kardeşlerimize. Rica ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Mübarek olsun. Japonya'dan Turmamat Efendi, Amerika'dan Nuri Türkel Efendi, Fakirlik bizning Uyghur faaliyetçilerimiz, Türk qarindoshlarimiz. Selamünaleyküm. Qurultayning dastlabki liderlaridan Erkin Alıptekin Efendi, şu Fransiya axborotinin da başka organlarının ziyaretini kabul kılmakta. Çok rahmet ki beni bu sosyal medyada davet kılıp o suallarını sorup yaşlığa bir şey kız gep kıldı fırsat tağınla beygəller için sizlere çok rahmet. Yaşlardan elbette ki birinciden özden tarihini, medeniyetini, dinini, ondan keyin kültürünü hemmimiz ügülüş gerek. En mühim neyse ben yaş vakitlarda çepiyeceğim çağlarda bir Fransız alim sen dedi senin ve Milan var bir davayın var bunu satsan dedi. Senin kılacağın işin evvela kaysi yol ile kılırsan diyen. Eğer ilim bombasa bombaydı. İlmi cihetten özümüzü güçlendirişimiz gerek. Bu bir.
İkinci yaktan senin deydi millete kayıl keltiriş yollarını bilişin gerek deydi. Kandak kayıl gelsen yani bir sodigege okşa özana sodilgan bir malı olsa bu malını kandak pazarlaysan sen garip devletlerde lobi kılıp atırsan uçak bir Almanның zevki Fransızga, Fransızga İngilizce, İngilizlik zevki Amerikalı okşumaydı. Sen şu adamlarning o'ng'aydigan, şunun zevkiga moslashadigan fikrlar bilan o'zingni jabdib, bu millatlarga ayrim tushundiradigan yo'llarni aqtirishing kerak degani bularni egandik. Endin keyin eng muhim narsalardan biri mening tutgan yo'lim sizlar shuni tutinglar. Dadam rahmetlikning so'zi bor, Isa Yusufaltekin ismini algan o'qiydinglar belki de. Deydi, oğlum deydi, dünyanın en yaman adamının içinde bir nebze yaxşılık oludu. O adamını yaman deb çıkırıversek, yamanlarının sayını çıkıp gidiyordu, dostlarının sayını azıydı. En mühimi o insanın içindeki o yaxşılıkını, bir nebze yaxşılığı tatlı çıkarıp, ulanı özenle kazanırlar deydi. Dedemden 95 yıllık ömrünün 70 yılı vatan millet davası yolda öttü. Ben istemesem şu ailenin içi olup çoğalgaç, şu kulaktan tolup, aşağıdan bizge sınıp ketken, kulak sınıp ketken. Yani de yaşayaman biz mi özümüzden bir kişilik vicdani karzımızdan ada kılaylı. Yani Şarkı Türkistan halkıga boğan özümden bir kişilik vicdani karzımını ada kılay deb yola çıkan adam ben. Mensep şu bu olmagan bende onlar işler. Onun da mensep. Onun için ben yani 40 yıllık lobi hayatımda fakat 5 yıl biri 1990 yılı kurulan Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin reisliğini kıldım ve 2 yıl Dünya Uygur Kurultayı'nın reisliğini kıldım. 5 yıl fakat nime yaptım ben, mansap yaptım ben. Onun teşhideki 35 yılı fakat özümden vicdani karzımla ada kılamendim. Hemimiz Allah salametlik uzun ömür versin bir günü ahiretki bağan çağda bizden halkı şehitlerimiz yakımızda tutabilir sorduğun olsa, hey imkanım olaptı, benim için neme kıl deyin de sorgan çağda hiç olmasa kapınma, benim kılalar işim moşu uti dep şulağı bir teselli verir. Yani bunun bu qitimliq yig'inda 30dan ortiq davlatning 150 atrofida mehmon chaqirilganligi ma'lum. Erkin Asiya radiomiz va televizorimiz naq maydondan yig'in haqida, yig'inning atrofida bo'lib o'tgan har xil hodisalar, o'zgarishlar haqida davomli sizlarga xabar berdi. Bu yerda ixtiyoriy muxbirlarimiz tayyor bo'ldi. Yani Parij shahriga bu qitimliq yig'inning yani tayyorlik xizmatlari o'ng'ishli ilib berilayotganligini o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Yenimda Dolqin apandi turdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dolqin apandi, xush keldingiz Parijga. Sizlar bilan xush keldingiz. Uchrashganimdan taxmishalman. Rahmat, biz radiodan ataydan sizni avat yapmış bizning qurultayni ziyorat qilmoqchi bo'lganligi uchun bizni aytib xursand bo'ldik. Buning uchun rahmat aytamiz. Bizning vazifamiz. Endi har qitimli qurultayda ichilish oldin nurg'un vakillarning viza ishlaridan keyin Xitoy hukumatining va boshqa davlatlarning har xil nimdaymiz moslashmasligi va bisimlari sababli amishqashlik uchraydiganligi haqida xabarlarni berib kelgan bu qitimga o'xshash bu vakillarning kelishda Xitoyninki yoki to'sqinliklariga uchragan masalalar bo'ldimi? Elbette Xitoy hükümeti bu qurultayning ichilishini pek rahatsiz. İmkan bak kuldin kasibini tosuşqa bu qurultayning muvaffaqiyatli bo'lmasligi hatta açık tutmasligi uchun har xil hareketlarni kelganligi reallik. Ama Fransiya bir demokratik bir memleket. Biz dünya qurultayı dünyada belgilik hürmetke ve işençiga ega bo'lgan bir tashkilot bo'lgandiki, bu davlatlar bu masalani jiddiy oladigan gap qilib, shuni bu qatim viza masalalarida hech qanday bir problem bo'lmadi. Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston olsun, Türkiye olsun, asasiyeti müşahedeki devletkiler viza problem var. Başka Amerika, Avrupa'dan kildiğanlar bir viza problem bulmaydı. Çünkü viza almaydı. Şunun için bu yerde biz evetken delegatlarının mutlak köp kısmı hiç kandak bir problemga ya ki bir kıyınçılık yolukmayı vizalarını aldı. Benim açılınca kim kolay devatım hazır. Her kayısınlarının işini
muş vazifani bizga loyiq ko'rganlar uchun biz uchun vazifa muhim emas, xizmat muhim. Zaten shunda deb keldik. Dünya hukuki kurulup hozirgacha shu boshqartib bo'lib kelgan, keyin ijroiya ko'rib bo'ldik. Yana boshqartib bo'ldik. Bizim uchun reislik va yoki muavin reislik va yoki xizmat nada bo'lsa shuni qilamiz. Dua qilinglar, bizning muvaffaqiyatimizga, g'ayratimizga dua qilinglar. Biz xalqimizga ichki qayli deb keldik. Hammamiz jafo tortib birlashdik. Biz sizlarga ega chiqish uchun keldik. Bizning atrofimizda olishinglar, ash turmada yotgan, ash yig'ilgan xalqimizga ega chiqaylik qarindoshlar. Ondan sonra bu nizamlar boyunca abay o'tgan, yani men Tilapandining tushuntirishicha, bu Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari o'zini 3 qitim ko'rsatishma, 3 qitim rahbarlik, uda rahbar bo'lish huquqiga ega. 3 qitimdan ortiq bo'lish uchun alohida bir ahvol ostida debdi. Demak, hozir Rabiya Qodir xonim 3-navbatlik, ya'ni tamamladı xizmatlarini. Demakchi alohida ahvolda yana 4-qitim saylanish ehtimolliği bor yuqori. Albatta bu rahbarlarning saylanishi bu da'voga muhtoj. Shunga qarash kerak. Albatta bugungi kunda demokratik saylam deymiz, lekin bu da'voga muhtoj insonlarningki, yana shu da'voning tepida turib, da'voni yetakchilik qilib menish bu da'voga noit muhim. Faqat bizlar emas, xalqning shunday deb talab. Dünya Uyghur qurultayida har qitim 4 yil bir qitim bir kelgansizlar. Bir tünögimde açığım geldi rast ketmoqsin. Atdiganni mushta o'tadiq, tushdan keyin hech kim yerimda adam yo'q. Tamoqimiz qo'sqim ishga kelgan bir. Unda bo'lmaydi. Ro'z sifatimiz o'zim yorib qasharayim 20 so'm. Shuncha qurbonligim beradigan kichkina sizlarga yig'in kalmani yig'in deganga cho'qim yig'in inson tartib. Har kimsa imkoniyatli cho'qim vaqt nimiz bo'lishi kerak. Vaqtida qilib hammasi kun tartib bo'lishi kerak. Biz shuncha bir amsaga yo'q. Hozir g'arb davlatlarda yashayapmiz. Unda bu g'arbdan nimaga tarafdan nimaga biz qancha qilishsa kerak, mana o'ylashimiz kerak. Sizlar har bir davlatning yo'lsa, bir shu vakillar bor. Unda sizlarning saviya boshqalardan imkoniyatli beradi. Unda bu cho'qib o'ylamoq Dünya Uyg'ur qurultayining har qanday bir vazifasini elish nihoyat mushkul bir mas'uliyat ustiga oladigan bir xizmat. Chunki Sharq Turkistonda xalqimiz munqarz ostida yashab, shehidlarimiz o'lib, xalqimiz begunoh zindonlarga tashlanib, necha 10 minglagan insonlar nihoyat aqsar qaqshab yetib, butun dinimiz, tilimiz, milliy kimligimiz yo'qolib ketadigan bir xavf ostida. Ashuni, ya'ni Xitoyning qo'lidan 20 milyon xalqimizni o'zaqda bo'lgan bir davlatimiz Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz Xitoyning qo'lidan qutulib oladigan bir xizmat qiladigan bir ish bu. Shuni chet ellarda tanitib, dunyoga shuni tanitib, shuni tasdiqlatib, Xitoyga dushman chiqib, Xitoyning qo'lidan har xil taktikalarni aql bilan oladigan bir xizmat. Shu anda yuksak mas'uliyat bor. Dunyo Uyg'ur qurultayininki bu xizmatni qiladigan inson albatta chet tili, xalqaro tillar, xalqaro falsafiy bilimlar, siyosiy bilim, tecrübe qatorliq narsalarga mo'l bo'lish kerak albatta. Chunki Xitoymi dunyoda hozir kuchli bo'lib turayotgan iqtisodiyotda va boshqa yerlarda bir davlat, Xitoymi xeyli davlatlar tirkishib kelayotgan bir davlat siyosatida turmoqda. Bundaq bir cho'ng dushmanga, bundaq bir ilgar ham bundaq bir tarix, bu dushmanga taqobil turish uchun aqlda uning ustun turishimiz kerak. Shunlashqa Uyg'urlarni albatta yetilgan insonlarni, tajribalik insonlarni va pishqan insonlarni ish qilish nihoyat muhim deb o'ylayman. Televizor ko'ruvchilarimiz, radio anglag'uvchilarimiz bilan hammasi tanishib deb o'ylayman. Ilgari shoir bo'lib tanilgansiz, hozir siyosiyon sifatida maydonga chiqdingiz. Ya'ni o'zingizni yangi salohiyatingiz bilan bir qisqacha tanishtirib bersangiz, balki bilmaydiganlar bor. Rahmat. Ben siyasiyon emas. Çünkü bizning davoyimiz siyaset emas, bizning davoyimiz milliy qarshilik ko'rsatish harakati. Ya'ni bunday aytgan vaqtida biz o'zimizni inqilobchi, erkinlik jangchisi deganimiz siyosiyon degandan tuzukroq bo'ldi deb o'ylayman. Demakchi erkinlik jangchisi. Albatta, albatta, faxrlanaman. Hozir istiqbollarni berib, avvalgi rahbarlik hay'ati vazifani hamda topshiriq bergan bo'ladi. Undan keyin yangi nizomlarimizni bir ko'rib chiqib, yangi saylovimiz bo'ldi. Shu saylovda hozirgacha nomzod bo'lgan
kişiler müşahede avaz köprülüğü bilen kim saylansa şu aldığımızdaki 4 yıllık vaqtdan 4 yılında vazifeni ilib yani bir qitimli qurultaygacha. Demakchi oldingi qitim saylangan rahbarlar hammasi istifa berish kerakmi? Albatta bu yalnız bizning tashkilotlarimiz barliq tashkilotlarida shunda chunki 4 yillik vazifa qilgandan keyin tunagelmasdan vazifa dokladlarini berdik. Undan keyin bu yerda kelgan delegalarning fikrlarini anladik. Hisobotni hammasini bergandan keyin biz endi istifa qilamiz. Istifa qilgandan keyin yeni saylanadigan bir riyosatchilik qilgan 3 kishilik bir guruh bundan keyingi saylamni ilib boradi. Böyle saylamnınki neticesi bu halklarınki iradesi. Bununla bir adam kopup onunla to'g'ri ya da xato degil bo'lmaydi. Albatta. Ama her narsa to'g'ri bo'lsa haqiqat bo'ladi degan gap emas. Shuningga bu saylamnınki neticesiga hurmat qilishdan boshqa çaremiz mi yok? Ama bir yerde başka meselelerini görüyoruz. Çünkü bu siyaset bir xalqaro seviyedeki bir ilmi siyaset bile mağamıganlığını görüyoruz. Şundan mı? Çünkü bu misalga xalqaro siyaset deymiz, xalqaro siyasi sahne deymiz. Bu yerde dünyada 200 devletninki en ilgari adamlar çıkıp sahnede yapıldığı veya siyasi oyunu oynaydığı bir yer. Şununla Uygur teşkilatlarına aşıncılık bir seviyede buluş lazım. Yani seviye talep kılıyor. İkincisi bu teşkilatınki faaliyetlerini halkara seviyeye ekiliş için teşkilatınki teşkili kurulmasına mı dikkat kılış lazım. Kaysı komisyon qandaq bir işe yaraydı, yarmaydı. Bazı yarmıganlarını mı çıkarıp ötüş lazım. Bazı yarıganlarını onu tekrar güçlendiriş lazım. Islah kılış gerek. Çünkü bu ıslahat kılmıgıca yenilik olmaydı. Yenilik olmasa terakkiyat olmaydı. Hazır biz yalnızla politika yani siyasetle sözleşiyorduk. Ama bizden gayemiz ne mi? Nişanımız ne mi? Ve strateji planlarımız ne mi? Bunu tekrar uçuk diyemeyiyoruz. Bunu diyemeyenlik nurgun devletler bu sizinki neymiş kılmakçı boğanlığınızını bilmeyeceğken ya da sizge yardım kılay dese kılamagan ya da sizge karşı çıkay dese yani kılamagan. Şu an biz bu teşkilatlar yüzününki şu gayesini, nişansını, strateji planı şu dünyaya, devletlerge tanıştırgan takdirde ola aşının karab pozisyon aldı. Avustralya'dan Baxtiyor Efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avustralya'dan qanday tayyorlik bilan jurnal qatnashyapsiz? Avustralya'dan tayyorligimiz hali burundu var, hazırlığı var, burundaki bulundu inşallah. Tayyorligimiz şu 500 növetlik Dünya Uğur Kurultayı'nın şu vekiller Kurultayı'nın gibi yakışı, galibilik, şundakla 6. kıtımlık için olan köşkün içindeki hareketlerimiz, kılıdığan işlerimiz, halkımızda elip girdiğen bir yakışı bir hoşallık, yakışı haberlerini ki bu için hizmet fikirlerimizi veriş ve bizim ümidimiz şu yönde. Yakışı bir yolda olsa, yakışı yolda için sadece. Şam bırak ortalık kırındaşlarından, sıraylık yakışı getirebilen biraz kirişip kırındaşlarımızdan keyfiyatını biraz kötüyken bulduk. İnşallah bir gün bir sayılan münasebetiyle hayırlı olsun umutlular. Özünüz için sayılan qatnashamsiz, qatnashmamsiz? Sayılan qatnashma bir kişinin a'zo bo'lishni a'zo bo'lishni istayapsizlar. O'zingizni bir vazifa ko'rsatmadingizmi tayyorlig'ingizni? Hozircha unda planim yo'q agar qarindoshlar ko'rsatsa muvofiq xizmatni ishlashga tayyorman. Baribir mushargatlar ichidasiz, shundaqmi? Rahmat sizga. Qattiq fikrimlarmi shu, yumshoq fikrimlarmi shu. Shuning uchun men mushu bugun fikr qilgan qarindoshlarimga, farzandlarimga yenilik deganlarga rahmat aytman, ko'ngillik deganlarga rahmat aytman. Lekin da'vo ko'nida to'xtab qolgani yo'q. Da'vo davrga qarab menyapti. Kuchimizning yetishicha menyapmiz. Yeni odamlarni haqiqatan akirish orzuyimiz bor. Lekin yeni odamlar bu safga Xitoyningki vatandagi zulmining ig'irligidan nurg'un odamlar bizning da'voyimizning yeniga tortib baqdiq, akab baqdiq. Biz akab qo'g'uchi ularning tutqanlarini qo'lga oldi. Tunishlikni tutib ketdi, hatto erkinlikmi mishada chiqib qo'g'uchi pasqaldi oilasini buzib. Shuning bilan bizning qishimizga o'zimiz 10-11 adam kelgandik 99-yil. Faqat biz davoni monopoliya qilib oladi deganimiz yo'q. Ko'pchilik bizning qishimizga kelib vatandagi nurg'un
qiyinchiliklarga duch kelishdan avlodining sabdoshlarining shuningdan ehtiyot qilib bizning qishimizga ko'p odamlar kelanmadi. Yana birisi da'vo haqiqatan yetilanmaganlikda men xulos chiqargan keyin javob bermay ranjimanglar 5 masala bor. Birinchi iqtisodiy masala. İqtisadi məsələ biz tapamay qağanlığımız emas. Bizden çıkan qarindoshlarimiz, farzandlarimiz vadamdan burun 200-300'e çıkan olsa hazır 2 milyondan 3 milyon. Xalqaro o'rlashgan siyosiy talabı alıngan birinchi bosqichda dünya o'rtasidagi maqtanib olmaymiz. Bo'lgan gapni xalqimizga berish, bo'lgan gapni xalqimizga aytirish, u xalqimizni umid qilish. Faqat biz hech ish qilmaydi desak, xalqimiz umidsizdir ketadi. Shuna mush ishning bo'lgan tarafini desak, xalqimiz texnik ruhini, texnik umidni umidsizlanmasdan xalqimiz mush yo'lda texnik mamlakatda hakikaten artık kançlarımızı artık bekletken olsa bunun yani bazı arkadaşlarımızın tecrübini sorayım. Çünkü kalbimizde dava var. Biz hemimiz iş kıvatımız. Ben işlerime hemimiz iş kıvatımız. Ben kıvatıma selamı kıvatısıyla benzer çıkarak kıvatını, benzer adarak kıvatını vaktimizin yetiştir kıvatımız. Ama kıvatımız. Bunun bilen biz meseleler olduğunu hal olmadı. Vatanın isterki halkının zulmü bir sentimi aklığı yenip geliyor. Biz yani yüzümüzle maktayımız var. Onun için biz mani kıldık, ami kıldık. Doğru kıldık. Neticeli muamele ayarlaştırışımız gerek. Benim bunu hiç kaçan inkarlığım yok. Ama biz eğer bir teşkilat bulup endi noktası kelmoqchiman, yenilik yaratamisak. Mesela bizning Amerikanikilar burundan bor, bilan ketib icharidan tushdik raislikka. Birimiz saylandik. Bularning ichida men eng keyin qo'shilgan. Amerika jamoatiga men keyin qo'shilgan. Ammo jamoat meni sayladi. Qolganlar saylanmaganlarni kelib muborakladi. Yangi ishlayapmiz. Mesela en az velatlarga bana kelib hesap qilib beradigan nima ishlar bor dedi. Mening o'limga deganim 3 yilda bir ketim kelib raisni talashmay namoyishga faoliyat qildi. Ben bugün saylandım Dünya Uğur Kurultayı'na. Ben Dünya Uğur Kurultayı'na sayılmıştım bunun nahayet çok siyasi kriz, qattiq cidden maceralar bo'lib ketdi. Talaş tartışlar bo'lib ketdi. Her xil gaplar taqaldi. Endi bunun hammasi menda bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Dava favqulodda yo'q. Biz favqulodda oz. İqtisod kamchil. İqtisod yo'q. O'zinglar bilasizlar, Enidinin puli to'xtagandan beri men kamida 13 cho'ng yig'inga 100 mingdan pul tepib 1 milyon 300 ming pul tepib aş yig'ini yechib bo'ldim. Men bir Uyg'urdan pul olmadim ana yig'inga. O'zim xalqaradan tepib, o'zim ichib, o'zim shuning natijasida xalqni to'xtatman. Ham shu tapqa yerlerimde ben hiç kimga oshkorlamadim. Mana oshkorlan deb berdiganlarmi bor. Oshkorman deb berdiganlarmi bor. O'zim tashligim deb yochiqimga berdiganlarmi bor. Tashlimay xalqimga ishlab deb berdiganlarmi bor. To'sqinga yedim. Üstümge kaydım. Daramni aldım. Doktorga davolandim. Lekin men yanıla o'zimga deb bergan pullarimni o'sha davoga ishlatib ketdim. İşletmeymen dep turib, ishxona puli topolmasam, bu da bir qitim ishlatmayman, yana bir qitim ishlatmayman degan gap ketman, yana esim yo'q, yana bir. Ashunda qilib ishlatdim. Davoning puli menmi, o'zimmi davoning pulini xarjlashga tegishli bir shaxs deb qarayman o'zimni. Chunki men ash davo odami. Men xalqimni qo'limni sunaveray desam, men bak boy o'tgan bir davrlarim bo'lg'ashqa Uyghur uyi uchun, masjid uchun qo'limni sunishga men qodir bo'ldim. O'zimga shaxsiy pul berishga men nomus qildim. G'ururim qo'ymadi. Shunga naladan pul bersa, o'zimning tegishli pulimni dedi,
tayyidim, kanunu davada işlettim. Benim yaki bir binasını varmadım, yaki başka iş kılıvanmadım. Endi ben onunla bir hesap verip atkınım mı yok sizlerge? Ben boşuna tepip, aşkına, milyonlar iş kıldım, milyonlar pul taptım. Pul tepip şu işini kıldım. Sizlerden anmayın, ben tepip tık verdim. Tepip tık bir işine ruhsat emez mi? Ruhsat. Ben şu puldum, üzemler kiyim geçe kiyim. Ya ölümünün icazını veremem, kat ölü icazını verip. Ya ki doktor pulunu harcasam, koskumu harcasam, ruhsat mı, ruhsat emez mi? İkincisi bu ilham to'xti meselesini en asaslı bir mesele kılıp qo'lga ilishi kerak. Dünya Uyghur Qurultayi ilham to'xtiniki meselesini ko'tarib chiqish orqali Uyghur meselesini ko'tarib chiqa olamiz. Shuningga ilham to'xtininki davosini, ilham to'xti meselesini ko'tarib chiqish uchun yeni bir tashabbus boshlash kerak Dünya Uyghur Qurultayi. Onun için Dünya Uyghur Qurultayi'ninki gayesi, nişani ve stratejisini muhimlaştırış için şu 6 ay içinde bizimki tadqiqat merkezimiz mutaxassislardan teşkil tapkan bir yığın ötküzüş gerek. Hem Dünya Uyghur Qurultayi rehberlerini çağırıp onun için şu her kaysi devletlerdeki Uyghur mutaxassislerini çağırıp gayemiz nime, nişanımız nime, kandak stratejimiz nima, qanday taktikalarla bu strateji bunimizga, g'oyamizga, nishonimizga erishalaymiz deganimizda bir haqiqiy bir nima tayyorlab chiqish kerak. Hakikaten bana ko'rib turibsiz, bu ham Dünya Uyghur Qurultayi tarixida vakillarning soni eng ko'p bo'lgan bir qatimli qurultay. Vakillarimizning kayfiyati ro'yi munoyati ustun, hakikaten tarix ahamiyatiga ega bir qurultay bo'ldi deyishga bo'ladi. Uyg'urlar diyarida qo'sh til ma'rifi nomida yo'lga qo'yilayotgan Xitoy tilini umumlashtirish maqsadidagi ma'rif siyosati hozir ko'pliga Uyg'ur ota-onalarni andishaga giriftor qilayotgan zo'r ijtimoiy masalalarning biriga aylanmoqda. Uyg'ur farzandlarining kelgusi istiqbolidan ham ojizlashib mengayotgan milliy kimlik tushunchasidan tashvishlanayotgan ota-onalar bu masalalarni qanday hal qilish haqida o'ylanib kelmoqda. Tövəndə Uyğurlardakı ana til ma'rif haqidagi belgilik tajribalarga ega ikki mehmon bilan bo'lgan suhbatda bu vaqtdagi masalalarni qisqacha muhokama qilamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lg'ay. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Kuzatish va analiz programmamizga xush keldinglar. Bugungi programmamizni Uyg'urlar eng diqqat qiladigan, ular andish paydo qilayotgan, qanday hal qilishning, taqobil turishning usul choralari ustida izlanayotgan, ularning tafakkuri, turmush usuli, hayotiga farzandlarining kimligi va xarakterining yetilishi, oila munosabatlaridagi o'zaro hissiyot, aloqaning izchilligiga ta'sir qilayotgan muhim bir masalaga bag'ishladik. Bu bo'lsa-mu Uyg'ur ana til ma'rifidir. Hammamizga ayon burun Uyg'urlar o'zining ana til ma'rifi bor edi. Uyg'urlar o'zining klassik adabiyoti, zamonaviy adabiyoti, tabiiy fan, tarix, qisqasi dunyoni o'zining tilida tushunish, tafakkur qilish imkoniyatiga ega edi. Hammanglarga ma'lum, Xitoy hukumati 2003-yil, 2004-yillardan boshlab Uyg'urlarning ana til ma'rifining o'rniga qo'sh tillik ma'rif sistemasini dasatdi. Amaliyotda qo'sh tillik ma'rif sistemasi Xitoy tilini Uyg'ur ma'rif tilining o'rniga dasatishdan iborat bir sistema edi. Bu sistemaning yo'lga qo'yilishi bilan Uyg'ur jamiyati ko'rsatgan ta'siri intayin cho'nqir bo'ldi. Bu ta'sir hozirmi davomlashyapti. Shu munosabat bilan biz Xitoyning qo'sh tillik ma'rif sistemasi uning keltirgan ta'siri, paydo qilgan ijobiy, salbiy oqibatlarini muhokama qilish, analiz qilish munosabatimiz bilan bu programmani shuningga bag'ishladik. Bugun biz studiyamizga ikki qimmatli mehmonni taklif qildik. Ularning biri Maryland shtatlik radioaktiv moddalarni analiz qilish tajribaxonasininki oliy darajali tadqiqotchisi Abdurahmon Abdumat apandi. Hoş geldiniz. Abdurahmon Abdumat apandi o'zi burun Beijing pedagogika universitetida o'qigan, keyin Xinjiang Ma'rif institutida o'qituvchilik bo'lib ishlaydi, bir mezgil Yaponiyada o'qigan. O Yaponcha, Xitoycha, ingliz tillarini aytib chiqib bo'ladi. O'zi ham bir sobiq ma'rifchi.
Bugünkü programımızga yana qimmatlik yana bir mehmon telefon orqali ishtirok qiladi. O bo'lsa-mu, hammamizga tanishlik bo'lgan Uyg'ur ana til tashabbuschisi Abduvali Ayıp Efendi. Abduvali Ayıp Efendi ilgari Turkiyada o'qigan, Amerikada ilm tahsil qilgan, vatanga qaytib Uyg'ur ana til ma'rifi markazini ochgan va hozir u Turkiyada istiqomat qilyapti. O telefon orqali bugungi suhbatimizga qatnashadi. Har ishingizga xush keldinglar. Hoş bulduk, rahmet. Rahmet, oldu bilen beni alayet teklif qilib bu yerga kelganingiz uchun. Oldu bilen ben bu açıl programımızdaki içliğallığını kızgın tebriklayman. Bu intayin yaxşı oldu. Biz chet eldeki bilim ehli olimlarninki o'zaro fikr almashtirish, so'zlash, munoza qilishda intayin yaxshi bir sahifa bo'libdi deb qarayman. Endi masalaga kelsak, bu yerda Uyg'urlar eng diqqat qilayotgan yaqinqi Xitoy qo'sh til ma'rifi Uyg'ur rayonida yo'l qo'yilgandan beri Uyg'urlar mayli Uyg'ur ma'rifi bo'lsin, Uyg'urlar mayli jamiyat aloqalarida bo'lsin, hukumat xizmatlarida bo'lsin, jamiyatning har qaysi sohalarida nimalarga erishdi, nimalardan ayrildi. Bu masala haqida nima tushunsizlar? Oldi bilan Abduvali Ayıp Efendi, siz nimadan o'ylaysiz bu haqda? Oldu bilen bu programın uyuştuğunlarına, men teklif qilganlarga ko'p rahmat. Buningda Uyg'urlar nimaga erishdi, nimadan yo'qotib qo'ydi deganda birisi Uyg'urlarning erishganlari, Uyg'urlar fikrda xizmat fursatlarga erishdi deyishga bo'ldi. Masalan, Shanxayda va Guangzhouda va boshqa fikr o'lkalarda shu qo'sh til ma'rifi yo'l qo'yilgandan keyin fikrda ko'plab bolalar o'qidi, fikrda oliy maktablarga shularni tugatgandan keyin fikrdan xizmat tepib boshlaydi ishlayotgan Uyg'ur bolalar bo'ldi. Yana birisi fikrda turish jarayonida bolalar shu yerdan xizmat tepib pasport bajarish bizning vatanda tars bo'lganlik uchun fikrdan o'lkalarda ishlayotgan o'rinlardan ruxsatni olib pasport bajarib chet ellarga chiqdi. Uyg'urlarning chet ellarga yuzinishiga bir turtki bo'ldi deb qarayman. Üçüncüsü qo'sh tillik ma'rif sababidan Uyg'urlarga bu nima xanzu tili bak ching tutib bir zarur tayyak ustida birinchi zaruriyat ustida o'tilganlik uchun xanzu tili orqali burun Uyg'urlar rayonlar fikri Uyg'urlar ichida aylangan bir qism ziyolilarimiz, bir qism kishilarimizning fikri dunyoga ochildi. Yani xanzu tili orqali dunyoni tunidi, dunyoni texnik yaxshi tushundi. Bu jihatlarda Uyg'urlar belli payda erişti de parayma. Ondan yo'qotganlarga kelsak, yo'qotganlari tasavvursiz darajada jiq bo'ldi. Masalan, oldindan bu ma'rifning yo'qolishi sababli birinchi bo'lib amaliy binasini tilolsak, nurg'un Uyg'ur o'quvchilar ishsiz qoldi. Ondan bu ishsizlik umidsizlikka, ondan umidsizlik tushkunlikka elib bir Uyg'ur jamiyatida bir tushkunlik kayfiyatini paydo qildi. Ikkinchisi, Uyg'ur tilining ma'rifda amaldan qoldirilishi bilan birga Uyg'ur tili hokimiyat organlarida amaldan qoldi. Shuning bilan Uyg'urlar hokimiyatda so'zlash, fikr qilish huquqidan mahrum qoldi. Ya'ni Uyg'ur tili orqali fikr qiladigan kishilar hokimiyatda fikr sahibi, so'z sahibi, qaror sahibi bo'lamadi ma'lum nuqtada. Til sababidan, til almashqanlik sababidan kishilar darhol bu nimaga moslash bo'lmay bu siyosatga so'z, fikr ve karar sahibi buluş fırsatından mahrum kaldı. Ondan Uygur cemiyetinde Uygur tili asas orunda buluştan kalgandan keyin Uygurlar özgü olan işten mahrum kaldı. Bu en mühim bir taraf. Yani bir adamın tili hakimiyette, ma'rifda, hemmiyette ötse, şu dil kullanılsa bu milletin bir işten derek olur. Eğer bu milletin tili bu rayon, bu sahalada kullanılsa, sıkıp çıkarılsa, şunun bilen kişilerin ki özgü olan işenti suslaydı, acizlaydı. Şunun bilen milletinin işenci acizlap gidiyordu. Uygur milletinin üstüne işencini harap kıldı, yani yok etti. Endi Abdurrahman Efendi, siz ilgili ma'rif sahasida ishlagan o vaqtlarda Uyg'ur tilida oliy maktablarda, hamma oliy maktabda bo'lmasin, bir qism oliy maktablarda Uyg'ur tilida dars o'tadi. Siz shu vaqtda biologiya darsi o'tadingiz-ku, deyman, Uyg'ur tilida o'tadingiz darsni. Endi Amerikaga qaytib chiqqandan keyin bo'ldi bu o'zgarishlar. Siz o'tirliqda vatanga bordingiz. Siz bu masalalarda nimalarni his qildingiz? Til hammamiz bilamiz, ana til bu intayin muhim, o millatimizningki mavjud bo'lishining asosi yuragi. Til bo'lmasa asosan millat yo'qaydi. Endi bu deganingizga o'xshash, men ishkarda oliy maktabni bitirdim, lekin qaytgandan keyin
üzümdeki Uygurcasını tiz ilip aldım. Çünkü yer bir şarait battı. Aynı vakitte şundan bile bu koşuluk mağaratının kirişi Bayık Abdüveli Efendi etkan okşaş bizden asas yakından sıkıp çıkışkı başladı. Yani asasen tilimiz mağarip sahasından asasen elinip taşlandı. Hem bu beni intayın çöçüttü. Şundak bu başka hem de bizden milletimizden mevcut bulup turuşmu tehdit uçuratıdı degan gap. Hem de ben bir neçe tıllık. Lekin şu tıllarının içinde qaysi en mühim yoki qaysisini siz deganda siz eng ta'sirlisiz, siz için en mühim qaysi deganda albatta o'zimniki ona tilim. Ona tili abar degan o'xshash bizniki millatimizniki asos. Endi biz buni krizis bilan teng hem biz o'zimizniki muhimligini qayta, tilimizdan qayta muhimligini qayta bizga eslatishda bir fursat bo'ldi deb qarayman. Abdulla Efendi, endi hammamiz bilamiz, siz Qashqarda burun ana til ma'rif markazini ochgandingiz, bolalarga har xil ta'lim tarbiyalarni bergandingiz. Endi bu yerdagi masala sizning Amerikani o'qib, chet elda o'qib, vatanga yurib, nima uchun bu ishni qilganligingizni tushuna oladimi xalq? Bunun oldu bilen biz qaytqandan keyin Qashqardagi biraz uyg'ongan tijoratchilar va ziyolilar ko'p qo'lladi. Qo'llanmagan ehtimollik intayin tuvan, ya'ni 90% kishi bunga ait qo'lladi, yaxshi bo'libdi dedi. Qo'llaganligini biz bolalarni hatto shu bizning yaslimizda hech qanday bir asla bo'lmagan sharoit ostida ota-onalar yordamlashib, aslarimizni to'liqlashimizga yordamlashdi. Ham bolalarni shundoq bir sharoitimiz nachar ahvol ostidami bizni o'qitib, ondan tadrijiy holda ishlimizning yaxshilanishiga turtki bo'ldi. Bu birisi, yana birisi ota-onalar biroq maktablardagi bu qo'sh tillik ma'rifning ilmiy va qonunga uyg'un emas shaklda bo'layotganligidan bir norozi, lekin qanday qilishni bilmayotgan bir ahvolda ekan bu. Bir tanlash imkoniyati bo'lmagan bir ahvolda. Biz borgandan keyin ularga biz tanlash imkoniyatini sungan bo'ldik. Shuning bilan bu istiroblarga bir hal qilish chorasi topgan bo'ldik. Ota-onalar bu sebepten bizni qo'lladi. Ondan yana birisi ota-onalarda va bu Qashqar xalq emas, Uyg'ur xalqida o'z madaniyatidan, o'z kimligidan xavfsirash omili, xavfsirash ahvoli intayin kuchli. Bizning bu ona til ma'rifini tashabbus qilishimiz ularga xuddi Uyg'ur xalqini bu nimadan qutulib qoldigandek, tushkunlikdan bu xavfsirashdan, bu vahimadan qutulib qoldigandek bir xil tuyg'u keltirib ularninki pek qizg'in olqishiga erishdi. Endi bu yerda bundaq masala bor. Xitoy hukumatining siyosati bir tarafda bor. Bundaq sabablar tufaylidan hozir Uyg'ur tili duch kelayotgan xiris, raqobatlar intayin ig'ir bo'layotdi. Buni hamma odam ko'zi bilan ko'ryotdi. Bu bir o'rtaq tonish odamlardagi. Endi buningga taqobil turish, Uyg'ur tilini qo'g'dab qilish, ya'ni qo'g'dab qilish deganda faqat uni o'zaro oilalardagi iste'mol tili sifatida emas, uni haqiqatan bir ilm tili, adabiyot tili, jamiyatdagi bir qo'llanadigan xalqarodagi muhim tillarning biri sifatida qo'g'dab qilish uchun qanday ishlarni qilish kerak? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Oldinlar buning Abdurahmon Efendi bir javob berib. Albatta bu intayin buyuk, cho'ng zo'r ish. Endi biz bir turkum odamlar chet elga chiqib ketdik. Endi shu tarafda yashayapmiz. Bu o'zimizningki chetlar ikkinchi davlatimiz. Endi bizda bunday bir to'qinish bo'ladi. Chet elga chiqib ketgandan keyin o'zimizning madaniyatini, tilini, dinini saqlab qilish bilan birga bu yerga ko'nish, moslashish. Shunday bo'lg'achqa endi moslashish jarayonida biz asosda o'rganamiz, tajribalarni to'playmiz. Qanday qilib endi o'zimizningki avvalgi ona tilimizni, madaniyatimizni saqlab qilishninki yo'llarini topamiz. Menimcha bizga ancha uzun bo'lmadi. Yana biz izlanish jarayonida. Endi shunday bo'lg'achqa meningki tashabbus qilganim, mening demoqchi bo'lganim bo'libmi? Uyg'ur ziyolilarininki ustida bu cho'ng bir yuklangan vazifa deb qarayman. Shunday bo'lg'achqa har bir ilm ahli, olimlarimiz yolg'iz o'z tadqiqotimiz bilan shug'ullanib qolmasdan o'zimizning tilimizni puxta tashviq qilishimiz, egallashimiz, tashabbus qilishimiz kerak. Til tarix bilan yoziladi. Tildan qolsangiz tarixingiz yo'qaydi. Tildan qolsangiz madaniyatingiz o'ladi. Shunday bo'lg'achqa bu bolalarni tarbiyalashda, tariximizni saqlab qolishda muhim deb qarayman. Abduvali Efendi, siz qanday qaraysiz? Endi ziyolilarning buningga yükün ait eğer ziyallah alaydı rol oynaş gerek deydi. Sizin için bu yana başka bir çağrıları var mı? Siz oylavatkan. Bu yerde Uygur ana tilini saklap kalıştı diyen çağda iş kişiler var. Sizin sizge birisi çetelerdeki
Uyg'urlarning ana tilini qanday saqlab qolish masalasi. Ikkinchisi vatandagi Uyg'urlarning ana tilini qanday saqlab qolish masalasi. Men vatandikisini demay turayda, chunki ikkilisini tanlab desam ko'p bo'lish biroz qiyin to'xtashi mumkin. Musofiratdagi, ya'ni muhojiratdagi chet ellik Uyg'urlarningki ana tilini qanday saqlab qolish masalasi deganni men bu to'g'risida muhojiratdagi Uyg'urlar va ana til deb bir maqola yozgan edim. Shunda men ba'zi qarashlarni o'tirib qo'ydim. Buning bir Uyg'urlarningki birlik kelgan bir ma'rif endisi bo'lishi kerak deb qarayman. Masalan, o'xshash darslik, o'xshash dars sayti, o'xshash darslik plani bo'lgan bir ma'rif sistemasi, muhojiratdagi Uyg'urlarga mos keladigan bir ma'rif sistemasi turg'izilishi kerak. Unda qilmay biz bolalarni hozir ota-onalarning qo'llangan usuli ko'pincha mening his qilishimcha, tekshirishimcha, uyda Uyg'urchani so'zlatib, qolgan ishlarda nima qilmaslik. Ya'ni Uyg'urchani so'zlatish uyda, qolgan ishlarda diqqat qilmas bo'lib ifodani o'tibdi. Bu birisi. Ikkinchisi Uyg'ur savodini chiqarib qo'yish bilan cheklanib ko'rsatdi. Uchinchisi, buningga ikkilisiga e'tibor bermay, bu bir qism allarda shu madrasalarga Türklerning yoki arablarning ochgan madrasalarga berib o'tiblar. Uning tiliga ko'ngil bo'lmay qilayotgan bunday ahvol bor ekan. Ham buningda bu ona tilining saqlanib qolishi yolg'iz uydagi paranglar saqlanib qolmaydi. Chunki bir inson uyda ota-onasi bilan paranglashsa, eng qo'yganda ming so'z ishlatadi. Bir tillik so'zlik ming so'z emas. Odatda biz so'zlashayotgan tilda so'zlik miqdorimiz intayin oz bo'ladi. Bu so'zni ravon qilganligi u bolaning ona tilini ravon bilganlikni daraklamaydi. Bu bola savad chiqargandan keyin Uyg'urlarning qo'shoqlari, cho'chaklari, latifalari va hatto dostonlari, klassik adabiyoti va tarixi deganlarga kiralaydi. Shunga kirgan chog'da u bolaning ona tili saqlanib qolgan bo'ldi. Agar u bolaning ona tili uyda Uyg'urcha paranglashga cheklangan bo'lsa, u faqat bir doira jihatdagi ona tili bo'lgan bo'ldi. Bu ona tili uning butun hayotiga ta'sir ko'rsatgandek holat kelmagan bo'ldi. Bolalarning butun hayotiga ta'sir ko'rsatgan ona tiliga erishish uchun biz cho'qim Uyg'urlarningki musofiratdagi ona til ma'rifi sistemasini qurib chiqish kerak. Shunday qilmay turib, bu Uyg'urlarning ona tilini saqlab qolish, ya'ni chet ellik Uyg'urlarning ona tilini saqlab qolish masalasi ko'ngildagidek hal qilish fursatiga erishilmaydi. Demak, eng muhimi sistemadan, sistemani qurish bu yerda eng muhim omil bu yerda. Siz bu masalaga oxirgi bir so'zlash fursatini bersangiz. Efendim deganga o'xshash, endi vatandagi u yerda bizning sharoitimiz nisbatan bor. Hozircha u yerdan endi bek ansirab ketishga texi vaqt bor deb qarayman. Chet ellarda endi bu yandanki yo'llari har xil bor. Birinchisi oldi bilan abaq degandek endi bu odamlar so'zlashgan vaqtda intayin oddiy tillar bilan so'zlashdi albatta. Tili chiqadi, savodi chiqaradi. Endi buni masalan chet ellarda biz tarqoq yashaymiz. Endi buning uchun endi har xil sharoitlardan foydalanish kerak. Masalan, maktablarni ichish kerak. Bola tug'ilgandan keyin yasli kirgich bo'lgan jamiyatga cho'ng iqlimdagi cho'ng millatlarning ta'siriga uchrashdan burun bu yerda bolaga undan yaxshi o'rgatish til bilan billa. Ondan keyin o'zining qiziqishiga asosan boyaqa deganga o'xshash yaxshi kitoblarni, cho'chaklarni, she'rlarni, qo'shiqlarni aytib berish orqali uning qiziqishini shakllantirish. Qiziqqandan keyin biz uni to'xtata olmaymiz. Qiziqqandan keyin u meningcha o'zi ilgirlab keta oladi. Insonning eng muhim aloyligi bilgan narsani, qiziqqan narsani davomli cho'nqurlashga yuzgirdi. Har ikkalangning bugungi suhbatga ishtirok qilganligingizga ko'p rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamiz mushakkagicha bo'ldi. Kelar qaytib ko'rishgacha omon bo'linglar. O'tgan yarim asr mobaynida chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarining tajribi zo'rayib, o'ziga xos milliy to'pliq hosil qilishiga ergishib, muhojiratdagi Uyg'ur farzandlarining milliy kimligi va kelgusi haqidagi ko'plagan savollar ota-onalarni tashvishga solishga boshladi. Kishilarning diqqatini tortib kelayotgani chet ellarda tug'ilib cho'ng bo'lgan Uyg'ur farzandlarining o'z ona tilidan yiroqlab ketishi va buning masalda paydo bo'layotgan ikkilamchi masalalarning eg'irlashib minishidir. Germaniyadagi Uyg'ur jamoat arboblaridan Anvarjon xizmat munosabati bilan Amerikaga kelganda maxsus ziyoratimizni qabul qilgan. Ham o'zining shaxsiy kechirmishiga birlashtirgan holda o'ziga xos qarashlarini biz bilan o'rtoqlashgan edi. Tövəndə muxbirimiz Əzizning Anvarjon bilan o'tkazgan suhbati huzuringizda bo'ladi. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Amerika hoş geldiniz. Rahmet, selamet olun.
Endi biz bu yerda sizlar so'z ishlargan men his qildim, qarsam bu sizning Uyg'urchangiz nihoyatda ravon shunday yaxshi ekan. Mening bilishimcha siz chet elga kichik vaqtlaringiz chiqib ketgansiz. Ham siz shunday qanday bo'lib siz Uyg'urchada shunday yaxshi saqlab qilib qoldingiz o'zim? Mening savodim yurtimizda, ana yurtimizda chiqqan. Men vatandan 12 yosh vaqtimda 1961-yili chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldim. 5 yil Uyg'urcha vatanda o'qiganman. Bundan keyin xo'sh Afg'onistonga kelib, Afg'onistonda fors tilida yana 5 yil maktabda o'qidim. Yerdan keyin 67-yil Turkiyaga keldim. Turkiyada turkcha o'qidim. Bizning tilimizda Uyg'urchada farscha, arabcha so'zlar, atalmalar aytib ko'p. Men o'zim Qur'on savodim bor. Kichik vaqtimda Afg'onistonda Qur'onni xatm qilgan, Qur'on o'qiyman. Keyin biroz yashim cho'ng bo'lgandan keyin bu 3 tilni bir-biriga selishtirib o'zaro Uyg'urcha ana tildagi qaysi atalmalar farscha, qaysi atalmalar arabchadan kelib chiqqan, qaysilar asosiy sobiq turkiy yoki burungi konu Uyg'urcha asoslangan degan savollar kallamda tug'ilib, bularni ancha-muncha tadqiq qilib, selishtirib, buning kelib chiqishini aqtirish ko'yib tushib, ancha-muncha bu sohada ma kalima atalma Uyg'urcha o, ma farschadan kelgan o degandek nimalarni o'zim qildim. Undan ko'prog'i, muhimrog'i, men 1975-yildan 1995-yilgacha 20 yil radio stansiyasida muxbir bo'lib ishladim. Uyg'urchada albatta. Shu 75-yili meni radioga yordamchi muxbir bo'lib xizmatga oldigan vaqtda marhum Abdusattar Muqbul bizning burungi turmagan shoirlarimizdan shu mening Uyg'ur tilimga shu kishi o'zi hayron bo'lib ekan. Shu vaqtlarda masalan boshqa chet el tillarini yaxshi bilmagan bo'lsam-mu, muxbirlik to'g'risida ma'lumot ega bo'lmagan bo'lsam-mu, buning Uyg'urcha tili asosini aytib puxta ekan deb meni shu xizmatga erishishimga mening tilim sabab bo'lib ekan shu vaqtda. Shunda deb bergan o'zlari. Bu muxbirlik jarayonidami albatta bir maqolani tayyorlashda yoki bir maqolani o'qib tomoshabinlarga, tinglovchilarga xabar berishda albatta inson kalimaning, atalg'uning, so'zning eng yaxshisini, eng to'g'risini izlab topib chiqarishidir. Bu nimaning tarjima qilgan vaqtlarda to'liq ma'nosini berish qilishidir. Shuning uchun kunda kitob ko'rib degandek har kuni bir necha yuz kalimani ya inglizchadan ya germanchadan tarjima qilish, buning asos Uyg'urchasini tepish zaruriyatlar tug'ildi bu 20 yillik jarayonda. Shuning bilan bo'lgansiri men tilshunos bo'lmasam-mu, o'zim shu tilni o'rganishga g'ayrat qilib, borib bir necha tillik bo'lib qoldim. Inglizcha, nemischa, farscha, turkcha degandek, turkiy tillarning lahjalar, o'zbekcha gap qila olmayman, tushunaman. Tatarcha tushunaman degandek. Shuna qilib bu til sohasida biroz o'zimni shaxsiy maktabda emas, o'z oldimga til sohasi bilimni oshirdim deb o'ylayman. Ammo buning asosi mening ona tilga, o'zimning ona tilimga hokim bo'lishim buning sababi. Ona tilni bilmagan bo'lsam, balki bularni qilolmadim deb o'ylayman. Kim sizning bu xabaringiz bor, endi hozirmiz chet eldagi Uyg'ur jamoatlarining o'rtaq bir andishasi, chet elda tug'ilib cho'ng bo'lgan hozirgi keyingi avlod Uyg'ur bolalari Uyg'ur tilidan bo'lgan yiroqlashish hodisi bo'lmuş nurg'un kishilarning bir cho'ng qayg'u so'lib qoldilarda. Demak, sizning hayot kechirmishlaringizni qaraganda, sizning kechirmishlaringizga eng muhim bo'lgan bir nuqta men diqqat qildim, ya'ni bu sizning Uyg'ur tiliga bo'lgan bir ishtiyoq, ya'ni bir ona tiliga bo'lgan bir muhabbat bilan men shunday o'rganishni tashlim edim dedingiz. Sizningcha sizning o'rganish usullaringizni hozirgi chet ellardagi shu yosh avlodlarga qaysi darajada tatbiqlash mumkin deb o'ylaysiz? Albatta bu ona tilning saqlab qolinishi, ona tilni bilishlik bir millatning o'z millati nomida atilishning asosiy 3 sababidan birinchisi. Bir millat bo'lish uchun bir tilda so'zlashish kerak. Mushtarak madaniyati bo'lish kerak va mushtarak tarixi bo'lish kerak. Shu uchi birlashgandan keyin u millat o'tirib chiqadi. Ismi Uyg'ur bo'lishi mumkin, o'zbek bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bularning ichida eng muhimi til albatta.
Biz ham til tarafdan qaraganda bizning tilimizni saqlab kelishimiz cho'ng bir qiyinchilik. Ama bunu yanlış mümkün emas mi? Yanlış mümkün elbette ki. Birincisinden ata-ananın ballarına yüz fakat hiç kandak ayımasın, Uygurca yapmış gerek. Öyle her kandak sebebini gözetmesin, Uygurca yapmış gerek. Şunun için ben deymen bala doğulup bir yaşta, bir yarım yaşta tilişkin başlaydı. Şunca bunu ne özünün hindi tutuş, bunun bilen çık Uygurca yapmış ve bunun tilininki Uygurca çıkışına asas veriş gerek. Dep oylayman. Ondan keyin u bola Uygurcha gap qilgandan keyin Uygurcha o'ylashga boshlaydi deb o'ylayman. Agar Uygurcha gap qilamiz, Uygurcha o'ylayolmaydi u bola, bu inson. Shuni deb o'ylayman endi. Buning ilmiy taraflarini men bilmasam-mu, o'zimcha deymanki, Uygurcha gap qilmagan odam Uygurcha o'ylayolmaydi. Uygurcha o'ylayolmagan odam Uyg'ur deb o'zini %100 Uyg'ur deb his qilolmaydi. Onun özü yüz Uygur deb his qilolmagan bir inson Uyg'ur xalqining davosiga, Uyg'ur xalqining dadiga darmon bo'lishi uchun bir harakat qilmaydi. Bu nuqtai nazardan qaraganda men deyman, Uyg'urchani saqlab qolish va ular bolalarning Uyg'urcha tilini saqlab qolish, ular o'tish uchun biz ota-onalar nihoyat cho'ng vazifa shudir. Buni sal qaramasligimiz kerak. imkon tepib bolalarimizni bosh tilining Uyg'ur chiqishiga sebep çalışmamız gerek. Onun için Uygurca bulanınki öyle mümkün derece yetiştirişimiz gerek. Onun için Uygur cemaati işi de özara köp uçuruşuş, ballarını birle uçurtuş imkanlarını yetiştirişimiz gerek. Mümkün olsa biraz köprak boğan yerlerde hatta aklında ballarla Uygur tilini uyduran mekteplerini yetiştirişimiz gerek. Uygurca çöçeklerini yetiştirişimiz gerek. Bunun qiziqtirishimiz kerak bolalarni. Shu Uyg'urcha Türkçe o'qisa, shuni o'rgansa, buni mukofotlashimiz kerak, qiziqtirishimiz kerak bolalarni. Shu orqali hamda to'liq vatandagidek o'z yurtimiz badek Uyg'urcha o'rganib chiqmasimi, ma'lum daraja biz tilimizni saqlab qolish imkoniga erishishimiz deb o'ylayman. Endi bu dava, endi sizning xabaringizda bu Uyg'ur davası bu 10-20 yilda hamda elbos ehtimoldan biroz yiroq. Mushundaq ahvoldan biz keyingi avlodlarimizni sizningcha shu davoning kelgusidagi uzilib qolmasligi uchun hozirgi biz Uyg'urlar keyingi avlod Uyg'ur farzandlarini qaysi jihatda yetishtirish muhim deb o'ylaysiz? Belki bir ana tili to'g'riliq so'z qildik ancha-muncha. Bolalarning albatta ki men Uyg'ur deb Uyg'urligidan g'ururlanadigan shaklda boshlaytish kerak. Bunun birinchi sharti Uyg'ur tiliga hokim bo'lishi, Uyg'ur tilini yaxshi bilishi, Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati, an'analarini bilishi, o'rganishi kerak. Men Amerikada tug'ilgan bir Uyg'ur, mening vatanim tug'ilgan yerim biya bo'lsa-mu, mening ana vatanim benim ata-onamning vatani, asosiy vatanim yurtimiz Sharqiy Turkiston. Men bir Uyg'ur deb buning bilan g'ururlanadigan shaklda cho'ng bo'lsa, boshqa bola. Bundan keyin bu bolalarni keyin tarbiyalashda, maktabda o'qitishda ularni mumkin daraja ijtimoiy fanlarda o'qitib, masalan, umuman tarix qiziqadigan, madaniyatga qiziqadigan insanların dünyada qandaq törilib, qandaq yaşab, qandaq tarqalganlığı sahalardagi bilimlerini aşırıp, bularning diqqatini bu tarafga burmaydigan maktablar o'qisa, bularning ishidan demak ki har bir millatning tarixini o'qiydigan, biladigan, uning qiziqadigan yosh avlodlarimiz ko'p chiqadi va undaq bo'lgandan keyin bular o'zining tarixiga, o'zining madaniyatiga texnik qiziqadigan bo'lib chiqadi. Bundan keyin bu insonlarga endi biz kelajakda mana bizning davomiz bu, xalqimiz bundaq ahvolda, vatanimiz bundaq mustamlika ostida desak, unda bo'lgandan bu insonlarningki u sohaga qiziqishi, u sohada xizmat qilishi oson bo'ldi deb o'ylayman. Demakchi, chet ellardagi Uyg'ur jamoatiningki bundan keyingi umumiy taraqqiyotini bir texnik yaxshi bo'lgan bir yo'nalishga boshlab menish uchun sizni bir
biz qaysi jihatlarda bir masalalarga diqqat qilishimiz yoki qaysi masalalarni oldini olishimiz lozim deb o'ylaysiz? Bayda o'tganimdek buningdan 25-30 yil avval O'rta Osiyodagi bizga vatanimizga qo'shni davlatlarni hisobga olmaganda dunyoda balki 10 davlatda jig'ib kelsangiz hammasini 10 mingcha Uyg'ur ya bordi ya yo'qdi. Mesela bunun içinde Türkiye, Saudi Arabistan, Avrupa'daki bazı devletler, Amerika az dolar bulup işte bunu belki ya 10 ming var ya yo'qdi. Bunu bu 1990 yıllardan başlamış keyinki 25 yılın içinde hozir 30'dan işib ketdi Uyg'urlar yashayotgan davlatlar. Diğer bir taraftan bu uzun yıllar o'tgandan keyin o'tavergandan keyin shu davlatga yerlashgandan keyin albatta nihoyat oz sonda bo'lgandan keyin shu davlatlarning nimasiga singib ketish jarayoni tez bo'lishi mumkin. Buning oldini olish yoki qayerga bir tilda aytganda assimilyatsiya bo'lib yo'qolib ketish xavfining oldini olish uchun albatta turli ijtimoiy tashkilotlarni qura olsak, her gün özümüz yaşayotgan devletlerde bu teşkilatlar orqali tashkillanib o'zimizning maktablarni ocha olsak, masalan, yoshlarimizni va o'zimiz yilda bir necha qatim yoki oyda bir bo'lsa-mu bir yig'ilib o'zaro sport musobaqasi o'tkazish, madaniy faoliyatlarni o'tkazish, ijtimoiy baraklarni o'tkazish, mashrab to'y to'kin degan o'xshash shunday qilib bir hem ijtimoiy tarafdan, hem madaniy tarafdan, hem siyosiy tarafdan yaxshi tashkillanishi kerak. Bizning shunaqa millatlardan balki Amerikada bor shunaqa shularni o'rganib, shulardan dars olib, shularga qarab biz qanday qilganda o'zimizning mavjudligimizni saqlab qola olamiz, ittifoqligimizni saqlab qola olamiz va bu degandek Xudo o'nglab bizning milliy da'vomiz to'liq bo'lib vatanimizga tez vaqtda qaytish imkonimiz bo'lsa yaxshi, ammo bo'lmay qolgan vaqtida demak biraz uzun so'zligan vaqtida vatan sirti tug'ilgan avlodni kelajakda vataniga berib qayta ozod bo'lgan taqdirda vatanimiz erkin bo'lgan taqdirda berib shu o'zining vatanida yashaydi, ota-onasining vatanida yashay olish ve şu yerde turmuşunu devam etkiziş ve şu xalqqa, şu devletke hizmet kılış iradesi bilen şu şekilde tayyorlash ve şundaq bir nimini qaldırıp ketiş için gayret qilishimiz kerak ve bu imkonlar bor, baldırımızı Uygur qilib tarbiyalab ve Uygur qilib qaldırıp ketish bu dünyada imkonini topalaymiz. Bunu muhakkak qilishimiz kerak. Rahmat sizga. Hürmetli tomoshabin do'stlar, bugungi ochil ekranimizni mush yerda oyoqlashtirmoqchimiz. Ekranimizdan ozg'ina ilhom yoki manfaat olgan bo'lsanglar, ekranimiz uchun ter to'kkan, ekran oldi va keyinda sizlar uchun xizmat qilgan barliq operator, texnik, muxbir va tahrirlarimizning hardiga chiqqan bo'ladi. Nazarini bizga qaratgan ixlosmandlarimiz va programmamiz qatnashgan takliflik mehmonlarimizga ochil ekranimizdagi barliq xodimlar nomidan tashakkur bildiraman. Qani aziz do'stlar, sizlarni kelar hafta ochil ekranimizda kutamiz. Xayr xo'sh. Amon bo'lgaysizlar. Açılay deydu açıl, yare başka sancılay deydu açıl, yare başka sancılay deydu açıl.